Maşallah, tabarakallah, cezakumullah hayır. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namındaki mescid. Allah subhanahu ve Taala'nın üyü Beytullah, Mekke'tul Mükerreme üyeleri. Allah subhanahu ve Taala koyuşu nasip kılsın. Maşallah. Maşallah. Buralarımız bilen Yettegi 2 günden keyin roza, innenge taravih. Allah subhanahu ve Taala'nın iradesi bu buralarımız şunu verdi. Dünyadan kaçıp olgan otalarının ruhlariga sabit etsin inşallah degan maqsad bilan o'zimizga xursandlik, o'zimiz jamoatlarimizdan inşallah. Maşallah. Ota-onaga tegadigan savoblardan bittasi mana. Ko'ryapsizlarmi? Allah uchun, Alloh uyi bilan qalbimizni, ishimizni birlashtiraylik. Allah subhanahu va taoloning masjidi bilan har doim bog'lanib bo'laylik. Allohning uyi masjid bo'lgan bilan masjid bilan bog'langanligimiz bilan Allah subhanahu va taolo o'zigacha bizga vaqt beradi inshaalloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Arsen Şeyh ham bizda. Arsen? Saranga tegdi maşallah. Xizmat qilyapti. Allah Taala shunday bollarni cho'ng etsin. Cinoaltısı. 2025 yıl. Operator ekan da bu. Ha, bu kuchli Ha, sen operator. Nechta ekan mal? Arsen abi, assalamu alaikum ve rahmetullah. Altasın bu? Bu bastın mı bana? Ha maşallah. Bugün 26 fevral 2025 yıl. Saat 22.09 Kırgızistan Muhammed Aleyhisselam namıdağı atındağı meşit. Usta Muhuddin Şeyh Jardamchi Arsen Qarı men xizmatda ana Allah Taala'nın uyuna çalıştıracağız bakalım. Bunu bizga olib bergan bir tuğanlarımız Salgın Qo'shqon usta aka. Xudo xolasa Allah uchun qilyapmiz. Allah Taala'nın razılığı uchun. Kim o'sha o'zini Salgın Qo'shqon bo'lsa Allah subhanahu va taolo ikki dunyosini obod qilsin. Topqonina, iymonina baraka bersin. Arsen çok giderde ko'rib qolasiz videosini. Seni olib qo'ying da. Ol ko'tarib qo'y. Sodan ketaylar. Maşallah. Mana qarangizlar. Qanday gana keremet ha maşallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namımız Şiddat. 26.02 2025 yıl. Teravih namazına karata şunu ildik. Qo'lingizga tirqab, Muzaffar aka.
حي على الصلاة. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 23-29 soat 11:30. 26 fevral 2025 yil. Muhammad sallallohu alayhi vasallam nomidagi masjid. Allohning uyi ichida, Allohning uyi, maşallah. Allah subhanahu va taolo masjidimizga yordam qilib, savoblari ota-onamga tegsin, mamlakatimizga tegsin, dinimizga foydamiz tegsin degan birodarlarimiz yordam qilib, Allah subhanahu va taolo qilgan ihsonlarni qabul qilib, o'zining yo'lida qilingan mehnatlar. Allah subhanahu va taoloni Baytulloh, Makkatulloh, Makkatul Mukarrama qaranglar. Qanday go'zal maşallah. Allah subhanahu va taolo har bir insonda mana shu yerga borib ibodat qilishga nasib qilsin. Bizga buni qildirib bergan birodarimizdan Allah subhanahu va taolo rozi bo'lsin. Dunyo va oxiratda baxtli bo'lsin. Har doim Qirg'iziston xalqiga, Qo'shopimizga, masjid madrasalarga foydasi tegan insonlardan qilsin. Alloh taolo farzandlarini rohatini ko'rishlikka nasib qilsin. Mana bugun Alloh xolasa 26 fevral 11:30 da mana hozir xuftondan keyin shuni qilib bitdik. Rahmat katta. Alloh taolo bu qilingan mehnatlar evaziga jannatul firdavsni bersin inshaalloh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على Baytul Muqaddas. Maşallah. Maşallah. حي على الفلاح.